Janoza. Afsuski, bugun tongda taniqli insonni o'z uyida o'ldirib ketishdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda yana bir qalblarni larzaga soluvchi mudhish voqea sodir bo'ldi. Yangiyo'lda erkak ma'shuqasining vannasidan dahshatli holda topildi. Bu kadrlarni to'liq ko'rsata olmaymiz, negaki qo'rqinchli manzara odamlar ruhiyatiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Gap shundaki, Yangiyo'l tumanida yashovchi 49 yoshli erkak bir kuni uyiga bormaydi. Xotini erini 50 yoshli ayolni uyida ekaniga ishonib qidirib boradi. Biroq u uyda erkak dahshatli holda o'ldirib ketilgan edi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.